Assalomu alaykum. Hozir biz sizga yangi ochilgan YouTube kanali uchun video joylash ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, video joylash uchun kanalga nima qilishimiz kerak bo'ladi? Dastlab kanalda fonini chiroyli qilib olishimiz kerak. Bu yerga o'zingizni yoki o'zingiz yo'nalishingiz bo'yicha qanaqadir rasm yuklashingiz kerak. Rasm sifatli, chiroyli bo'lishi kerak. Sizni professionalligingizni ko'rsatib turishi kerak. Xo'p. Men qo'ygan rasmga e'tibor qaratsak. Ko'rinmayapti. Kanalingiz nomi, o'zingizning ism familiyangiz yoki yoniga yo'nalishingizni qo'shib qo'yishingiz mumkin. Misol uchun Diyorbek bog'bon yoki Diyorbek chef power yoki uy bekasi, pazanda shunaqa nomlarni o'z nomingiz yoniga qo'shib qo'yishingiz mumkin. Bu siz yo'nalishingizni auditoriyangizga ko'rsatib beradi. Undan keyin sizning kanalingizga odamlar nima uchun obuna bo'lishi kerak? Buni mana ikki tavsifga yozib qo'yish kerak. Bu kanal odamlarga qanaqa manfaat olib keladi? Xo'p, biz nima deb yozib qo'yamiz? Bu kanal orqali o'z bilimlaringizni oshirib rivojlaning. Albatta obuna bo'ling. Mana o'zingiz xohlagancha ma'lumotingizni, telefon raqamingizni hammasini kiritsangiz bo'ladi. Misol uchun mana tavakkal raqam. Xohlaganingizni yozib qo'ysangiz bo'ladi. Bu sizni qanaqa darajada kanalga mehr berishingizga bog'liq. Saqlashni bosamiz. Xo'p, bo'ldi. Yana bu tarafni to'ldirsa bo'ladi. Mana bu orqa fonlarga, maytlarga chiroyli rasm qo'ysa bo'ladi. Bu o'zingizning mahoratingizga bog'liq. Xo'p, kanalga video joylash. Kanal sozlamalari bo'ldi. Kanalga video joylash uchun bizga mana bu yerdagi plus kerak bo'ladi. Mana. Ekranni pastda turgan. Xo'p, shuni bir marta bosamiz va bizning galereyamizdagi videolar chiqib keladi. O'zingiz yuklamoqchi bo'lgan videoyingizni tanlaysiz. Tanladim. Xo'p, videoga nom beramiz. Obuna bo'ling. Okay. Endi bu qisqa video bo'ladi, short video. Hop. Endi biz hammaga ochiqligi mana yerdan. Bu bizga nimaga kerak bo'ladi? Ustiga bosib ko'rsatamiz. Hammaga ochiqligi havola orqali shaxsiy. Endi bu videoni oldindan rejalashtirib qo'ysak bo'ladi mana jadval orqali. Bu video qachon qo'yilishi kerak? 9-yanvar kuni soat 8:00 ga mana. Chop etish vaqtini belgilab qo'ydim. Hozir chop etmayapman. Sababi kechasi soat 3 hozir. Hozir hech kim YouTube'da o'tirmaydi. Soat 3 ga qo'ydim. Joylashuv o'zingiz hududingizni belgilab qo'yasiz. Meniki Farg'onani belgiladim. Auditoriya, fikrlar ochiq yonoq. Bizda kommentariy yonoq, kommentariy videoni oldinga olib chiqishga yordam beradi. Endi mana bu yerda qalamcha bor. Bu qalamchaning vazifasi nima? Bu tahrirlaydi. Sizning videoyingiz rekomendatsiyada qanaqa fonda turadi? Xo'p, qalamchani ustiga bosamiz. Bajarilmoqda. Bizning videoyimizning foni birinchi ko'rinishi qaysida turishi kerak deyapti. Mana menga shunisi yoqdi. Eng birinchisi shuni tanlab olaman. Bo'ldi, o'sha holatda turibdi. Endi qisqa videoni yuklash. Shuni bitta bosganimizda o'zi mana short video yuklandi. Faqat bu auditoriyaga ertalab soat 8 da chiqadi. Hozir emas. Yuklandi. Ertalab internetim yoniq turadi soat 8 da. Video YouTube'ga qo'yilib ketadi o'z-o'zidan. Bu yerga xuddi shuni mana shu joydan video yuklashi ham mana. Bu yerdan yuklash. Uzun video yuklash. Bu yerdan uzun videoni ham yuklab qo'yganman. Mana u ham ertalab soat 7:11 da premyera bo'ladi. Bemalol ko'rib olishingiz mumkin. Mana yangi Telegram kanal shu ko'rinishda yaratildi, video ham yuklandi. Mana profil rasmiga shuni qo'yganman. Menimcha yaxshi chiqqan. Bo'ldi, tamom.